Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxoriy rahimahullohning adab axloq haqida yozilgan Al-Adabul Mufrad nomli bu kitobining davomini o'qiymiz. 105-bobga kelgandik. Babun man ahabba an yakuna abdan. Yoki babu man ahabba an yakuna abdan deb o'qisak durus. Ya'ni qul bo'lishni yaxshi ko'rgan kishi haqida. 208-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: Musulmon qul Alloh taolaning haqqini ado qilsa va xo'jayinning haqqini ado qilsa, uningga 2 ajr bo'ladi. Ostidagisi Abu Hurayra radhiyallohu anhuning so'zi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shundoq deydiki, Abu Hurayraning jini uning qo'lida bo'lgan zot bilan, ya'ni Alloh bilan qasamki, agar Alloh yo'lidagi jihad, haj va onamga yaxshilik qilish qatorliq ishlar bo'lmagan bo'lsa, men qul holatda o'lishni yaxshi ko'rgan bo'lardim. Nima uchun bundoq bo'lishni orzu qilgan deganda Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan yuqoridagi hadisni, ya'ni qul 2 ajrga erishadiganlik haqidagi bu hadisni anglagandan keyin qul holatda o'lishni orzu qilgan. Ammo qul Alloh yo'lidagi jihad, haj va ota-onaga yaxshilik qilish qatorliq ishlarda xo'jayinning ijozatini olmay turib u ishlarni qilolmaydiganligi uchun mushu ishlar meni mushu arzuyimdan, mushu yaxshi ko'rishimdan to'sdi demoqchi. 106-bob. Babun la yaqulu abdi. Abdi ya'ni qulim demaslik haqidagi bob. 209-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: La yaqul ahadukum abdi amati. Sizlarning biringlar mening qulim, mening cho'ram, ya'ni abdun, amatun degan gapni ishlatmasin demoqchi. Kullukum ubaydulloh, sizlarning hammanglar Allohning qullari. Va sizlarning ayollaringlarning hammasi Allohning cho'rilari, Allohning qullari ya'ni. Va munda desin, g'ulami. G'ulam degan o'g'il bola degan gap. Mening xizmatkorim degandek ma'nom chiqadi. Jariyati mening qizim, fataya, fatati desin. Fatatun degan yosh qiz, fata degan fatan degan yigit degan gap. Ya'ni abdi, amati degan so'zlarni odatda xabar berish ma'nosida ishlatish durust bo'lsa-mu, ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odatda chaqirgan vaqtda, muomala qilishgan vaqtida "Hey, sen mening qulim, mening cho'ram" deb turib bunda sat gaplar bilan boshqalarning ko'nglini azora beradigan gaplar bilan atamaslikqa payg'ambar alayhisalom buyurgan. Shundaqla bu abdi, amati degan so'zlar bir shirkka vasil bo'lib qolmaslik uchun buningdan qaytirgan. Xo'jayin bo'lgan kishilarni takabburlik qilishdan, o'zini cho'ng tutishdan cheklab, hammanglar o'xshash Allohning qullari degan. 107-bob. Babun hal yaqulu sayyidi. Sayyidim demdu degan bobgan. 210-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: Sizlarning biringlar abdi, amati demisun va qullamu robbi, robbati demisun, balki fataya, fatati desun va qullamu xo'jayinlarni sayyidi, sayyidati desun, robbi, robbatini o'rniga. Kullukum mamlukun, sizlarning hammanglar qul, ya'ni Allohning qullari. Rob degan Alloh azza va jalladir. Garchi Rabbun deganning tarbiyatchi degan ma'nosi bor. Tarbiyatchi, tarbiyaliguvchi degan ma'nosi bor. Bu yerda Robbi, Robbati degan vaqtida mening tarbiyatchim, mening xo'jayinim degan ma'noni ko'z tutib turib degan taqdirda ham bu Rob degan odatda Alloh taolani ko'z tutgan bo'lg'achqa, banda Alloh bilan bo'lgan axloqqa, Alloh bilan bo'lgan adabga rioya qilsin uchun lafzlarni ishlatganda qattiq rioya qilib, Rob degan so'zni Alloh qilam ishiltish va xo'jayin va boshqalarga Robbun, Robbatun degan so'zlarni ishlatmaslikka payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyurgan. Bu shirk vosita bo'lib qolishining oldini oladi. Chunki Robbi, Robbati deb ko'p ishlatilgan vaqtida bara-bara bu xo'jayinlarni ulug'lab iloh darajasiga ko'tarilish mumkin. Shundaqla yana banda Alloh bilan bo'lgan munosabat, axloqqa rioya qilish uchun Robbi, Robbati degan so'zlarni ishlatmanglar deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu lafzlardan to'sgan. 211-hadis. Mutarrifdan rivoyat qilinadiki, uningda shundoq degan:
انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من بنو عامر ömükünün işide şular bilen billa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qışığı badım. Vafdun degan vafidunun köplüğü. Yani vafdun degan bir türküm kişiler, padişah yoki ma'lum bir şəxsinin qışığa muhim bir iş üçün bağa vaqtida bularni vafdun ömək deb ataymiz. Ular şundaq deyishki, anta sayyiduna, siz bizning sayyidimiz, xo'jimiz, kattimiz degan vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sayyid degan Allohdir dedi. Shuning bilan ular undaq siz bizning afdaluna fadla, fazilat jihatdagi eng fazilatligimiz va a'zamuna tawla, ata xayri ihson jihatda eng ulug'imiz deganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qulu bi qawlikum, sizlar odatda ishlatib ko'ngan odatdagi so'zlarni dangla. Vala yastajriyannakumus shayton, shayton sizlarni vakil qilib olmasin. Al-jari degan vakil yoki rasul, elchi degan gap. Ya'ni shayton insonlarni azdirish, insonlarni shirkka boshlashdagi elchi qilib olmasin. Ya'ni sizlarni vasita qilib olmasin. Sizlarning mush ishinglar shaytonni xush qiladigan shirkdan iborat bu gunoh masiyatning vasitasi bo'lib qolmasin. Ya'ni meni ulug'lash orqali, meni ulug'lab chekidan oshirib etish orqali sizlar gunohga, shirk tushib qolmanglar demoqchi. Undaqda oldingi hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qullar xo'jayinini Robbi Robbati demay, Sayyidi Sayyidati desin debdikan. Bu hadisda nimishqa meni sayyidi demanglar, sayyid degan Allohdir deydi degan chaqda sayyid, sayyida degan so'zlarni ishiltish joiz. Lekin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zi haqida kishilarning Payg'ambar alayhissalomni ziyoda takalluf so'zlar bilan atab, chekidan oshirib etib, Payg'ambar alayhissalomning haqida g'uluv qilib, xatolashib qilishning, shirk tushib qilishning oldini olish uchun Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam boshqalarning o'zini sayyidimiz deb atishidan to'sqan. Ham salaf solihlarning tarixiga qaraydigan bo'lsak, hadislarga qaraydigan bo'lsak, sahih hadislarga hech bir hadisda sayyidimiz Payg'ambar alayhissalom yoki sayyidimiz Abu Bakr deydigan bu lafzlarni uchratmaymiz. Hozirgi kishilarning og'zida umumlashib ketgan sayyidimiz Rasululloh, sayyidimiz Abu Bakr, sayyidimiz Umar deb mushunda ishiltib olish bu xato. Payg'ambar alayhissalomni va sahobalarni sayyidimiz deb ishlatmagan kishi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning haqqiga hurmat qilmagan, Payg'ambar alayhissalomni va sahobalarni hurmatlamagan, izzatlamagan bo'lmaydi. Sayyid degan so'z su'dudun degan so'zdan kelib chiqqan. Su'dudun degan buyuklik, ulug'liq, shon sharaf, shon shuhrat, izzat degan gap. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning as-sayyid Alloh degan so'zi haqiqiy shon sharaf, haqiqiy izzat, haqiqiy buyuklik sohibi Allohdir. Shuning uchun sizlar meni sayyid demanglar, balki Allohni sayyid denglar demoqchi. Endi yana bir hadis Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam men odam bolalarining sayyidiman degini, insonlarning ichidagi buyuk, shon sharaflik kishilarning ichidagi eng shon sharafli kishiman. Lekin haqiqiy shon sharaf, haqiqiy ulug'liq, buyuklik sohibi bo'lsa Allohdir demoqchi. Bu hadislarni shundoq jamlasak bo'ladi. Shuning uchun odatda so'zlarni lafzlarni ishlatgan vaqtimizda diqqat qilishimiz kerak. Shirik vosita bo'lib qoldigan, dinda g'ulub ketishga vosita bo'lib qoldigan lafzlarni ishlatmasligimiz kerak. Diqqat qilishimiz kerak. Bugungi darsim o'shagicha bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.